Assalomu alaykum Chorva ishqibozlari, Bo'stonliq Chorva bozori obunachilari, kuzatuvchilari. Xudo xolasa 15-iyul sanasi Toshkent viloyati Qibray tumani Sho'ramol bozoridan qo'y, qo'chqor, qo'zilar narxi bilan tanishamiz. Mehnatni qadrlab bir dona layklarni bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar. Qani unda boshladik. Kuzatishda davom etinglar. Videoni oxirigacha ko'ring, inshaalloh siz uchun manfaatli bo'ladi. Aka qo'ylar nechi puldan ekan? Assalomu alaykum. Mana shu oq qo'yimiz nechi pul? 11. Bolasi bormi buni? Yakka o'zi 11 million so'm kami bor a. Bular nechi? Mana bu nechi pul? 4,5. Yoshi qanaqa shuni? Yosh. Bu oqchi. Bu qo'zi qo'chqorlar qanchadan? Qaysini bolasi bu? Mana bunimi, Qashqani. Nechi pul ekan buni narxi? 15. 15 million so'm ekan. Mana shu bolasi? Ha, egizmi? Egiz ekan bolalar akalar. 15 million so'm so'rashyapti. Ukam bu qo'ylar nechi pul? Narxi nechi pul bular? 6 qo'chqorcha 6 millionga, o'zi qo'chqor 4,5 million ekan. Yoshi qanaqa buni? Qo'zi narxidagi. Bulturgi qo'zi, ha? Yaxshi. Nechi pul bo'ldi shu qo'y? 6 million 300 bo'pti. Yoshi qanaqa ekan aka buni? 2 tishmi? 6 million 300 ming so'm bo'pti. Baragasini bersin. Aka bu qo'yga nechi pul so'rasiz? 7 million. Yoshi qanaqa buni? Yoshini tushunmayman. Semiz qo'ygan. Siz nechi pul so'rayapsiz? 6 qilishim. 6 million. O'z nechi pul so'rayapsiz? 6 qilishim. Siz nechi pul so'rayapsiz? 7 million. 7 million so'rayotgan ekanlar, 6 million so'm qilishibdi. Yoshi kattaroqmi deyman, ha? Qo'chqorlar nechi puldan aka? 6dan. 6dan. Yoshi qanaqa ekan bu qo'chqorlarning? 2 yosh. 6 million so'mdan so'rashyapti. 2 yosh qo'chqor ekan. Qo'chqorlar to'g'riroq ko'p ekan bu yerda. 6 tami, 7 ta ekanmi? 6 ta ekan. Savdo qilishdimi? 5 million 200 dan o'sha. 5 million 200 ming so'mdan savdosi bo'pti akalar. 2 yoshli qo'chqorlar. Qo'zilar nechi puldan ekan? Qo'zilar nechi puldan ekan? 1,5dan. 1,5dan. Tuyuq suyug'iga 1,5dan. 100 dollardan berilmoqda. 100 dollardan berilmoqda. Bozoringlarni bersin. Erka urg'ochi aralash 100 dollardan savdosi berilmoqda. Bu qo'ylar nechi puldan ekan? Kimda? Aka sizdanmi bu qo'ylar? Nechi puldan? 8 kami. Yoshi qanaqa bularni? Yoshi chori qo'ydi. Chori qo'ylar. Ikkalasi bo'g'oz. Ikkitasi bo'g'oz ekan. Nechinchi qoringa bo'ladi shunda chorisi? 2-3 qoringa bo'g'oz. Savdo bo'lmadimi? 6dan berdim. 6 million so'mdan savdosi bo'pti, berilmoqda akalar.
Qaysini savdosi bo'lyapti akalar? 6dan kami bor. Qaysini so'rashyapti? Sog'liqlar so'rayapti. Necha puldan? O bitta o'da 42 so'rayapti. Qaysini? Yodigilar ish pul. Burchiga qarab turganimi? Ana shu. Mana buni. Yoshi ham katta ekan, lekin 42 so'rashyaptimi? So'rayapti, bermayapti. So'radingizmi dedi? 42 qildik. 42 4 million 200 ming so'm qilishibdi mashina. Qariyani, onaxonni. Nevarasi ham bir ikkita tuqqan bo'lsa kerak buni. Joning sog' bo'ldi. Suyagi chiqib qopti o'zi ham. Ko'ring qo'shqachalar. Mashinaga necha pul so'rayapsiz? Ana buni 5 million qilyapmiz. Bunichi? Necha pul so'rayapsiz shunga? 5 million kami bor ekan mana shu qo'yingiz. Mas arashani necha pulga berasiz? Ha? $100 bering, shu bittaga berib beraman, aka. $100? Ha. Qolganini bera olmayman. $10,000 qo'y bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q lekin. Istagan joyingizga yetkazadiganlardan. Xudo xolasa, bozoringlarni bersin. Qo'zilar kimdan ekan? Sizdan Qo'shqachalar 4 kami bor aka. hammasi qo'chqormi bularni? Bu tomon qo'chqor bor. Ha, bu tomon deylar qo'chqor. 4 Bularni sog'liq. 4 kami bor. savdo qancha qilishdi? Savdo 32 dan qilishdi berildi. 3 million 200 ming so'mdan savdosi bo'pti mana shu qo'chqorlarni. Qo'zi qo'chqorlar. 4-5 oylik bor-a? 3-4 oy. 3-4 oylik ekan. Bu yog'i sog'liqlar, ha? Bular necha puldan? 5,5 kami bor. Yosh qanaqa bunaqa? 2 tish bor, 2 tish tisoq. Hammasi 2 tish deydilar. 5,5 kami bor ekan. 5,5 kami bor deyapti. Sizlardanmi akalar? Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Necha puldan ekan narxi? 4,5dan. 4,5 dan? Savdo bo'ldimi? Necha pul qilishdi? Bittani qo'nim bor. 4 milliondan? O'zi qo'chqorlar akalar, 4 million so'mdan savdosi bo'pti. Zurad odam, o'tib oling. 4 million so'mdan savdosi bo'pti, berishmoqda akalar. Erta tug'ilgan o'zi qo'chqorlar. Dekabr, yanvarda tug'ilganlarida. Necha pul ekan aka, ona bo'lami? Necha pul narxi? 15. Nechinchi bolasi? Erkakmi, urg'ochimi bolasi? Bolasi urg'ochi, 15 so'rayotgan ekanlar. 3-chi bolasi. Yana bo'g'oz. Yana bo'g'ozmi? Zokir aka, assalomu alaykum. Savdo qilishmadimi? 13 qilishyapti. 13 million. 13 million so'm savdosi bo'pti akalar. 15 so'ram. Dodam zotlar nechi puldan? Bo'g'ozmi? 10 million so'mdan so'rayaptilar. Juda semiz qo'ylar ekan lekin. Yosh qanaqa bularni? 4 ish. Savdo qilishmadimi? 15 Ikkalasiga 15. Yaxshi, yaxshi narx qilishibdi. Yo'q, buni ajratsa, bu narx tushadi. Bormi? Qaysini savdosi bo'pti akalar? Ona balay. Ona bolami shunda bular? Nechinchi bolasi o'zi aka? Ancha ikkinchi bolasi, ikkita tug'ganda bo'pti. Nechi pul qildingiz aka? Buni berdingizmi onasi 7 million. 7 million. Bering. 3 millionga.
3 millionga 4 million yaxshi savdo qilibsiz lekin. Keling, baraka toping, baraka deng. Gapiring. Ikkalasi bir joyda ketdi. Bir o'zim ko'rgan Boya 4 ber deb turibdi. bir o'zi bo'lsa bering. Bolasi urg'ochimi? Million 200 ming so'm olaman, qotdilar. bittasini olmayman. 72 million. 7 million 200 ming so'm. Bu malishlardan mana. Ukam malishlar ne ish bildan? Qo'chqormi bular? 3,5 million so'mdan kami bor ekan. Savdo qilishdimi? Savdosi hali bo'lmabdi akalar. Aka qo'zilar nech puldan? Urg'ochimi hammasi? Urg'och qo'zilar 5,5 dan so'rayotgan ekanlar hammasi bir joydan. Erkeği ham bor ekan ichida. Erkeği nech pul? Erkeği nech pul erkeği? 4,5. Urg'ochilarni savdo qilishmadim. Hali savdosi bo'lmadi. 5,5 dan so'rayaptilar. Erkaklarni 4,5 dan so'rayaptilar. Urg'och qo'zilar pul bo'lib qo'yganmi shunda? Erkek ekanmi bu? Nech pul qo'yasiz aka? 3 million 800. 3 million 800 so'm savdosi bo'lgan ekan. Qo'zi qo'chqor. Siz nech pul dosh? 4 million 800 olma 41 qilishyapti. 4 million 800 ming so'm so'rayotgan ekanlar. 4 million 100 ming so'm savdosi bo'libdi. Yomon qilmadim bo'lamiz aka. Bitta layk bosaveramizmi? Bitta layk bosib yuborasizlar. Mana olgan qildilar bo'ldi. O'tib olaymanchi. Qo'zilar nech puldan aka? 5 million mamnunsi. Erkak urg'ochimi? Ikkalasi ham. Bu 5 million, 4 millionmi? 5 million, 4 million so'rayaptilar. Savdo qilishdimi? Nech pul qilishdi? Ikkalasi bir joyga. 7 million 200 ming so'm savdosi bu ikkalasi bir joyga. Onasidan yaqinda ajratdimi deyman ha? Bu nech pul? Qo'chqormi bu? Urg'ochi? Nech pul buni narxi? 5. Nez? 5 so'rayman. Sal yaqinlashtirib so'ravering, qancha bo'lsa sotasiz buni? 4dan pastiga sotasizmi? Bu yilgi qo'zida bu to'g'rimi? Yanvardagi qo'zi mana. Urg'ochi 5 million so'rayotgan ekanlar. Yaxshi, bozoringiz bersin. Qo'chqormi bu? Nech pul ekan narxi? 4,5. 4,5 million so'm ekan. Savdosi bo'ldimi? Qancha qilishdi? 4 million so'm savdosi bo'ldi akalar. Bular nech pul? Ona bola. Bolasi erkak urg'och. Ona bola 6 million so'm so'rayotgan ekanlar. Savdo qilishmadimi bunga? 52. 5 million 200 ming so'm savdosi bo'ldi. Menimcha shu birinchi bolasi bo'lsa kerak, ha? Yosh ko'rinyapti-da. Qo'zilar nech pul aka? 3,5 million. Erkakmi kelasi ham? Bitta qo'chqor, bitta urg'och. 3,5 dan ha? 3,5 million so'mdan kami bor ekan. Mana bunisi erkak, bunisi urg'och ekan. Sifati yaxshi ekan lekin, ha?
Savdo qancha qilishdi? Kelasi 58 qoldi. 58, 59 ga berasizmi ikkalasini? Ha? 6 ustiga sotamiz. 6 bo'lsa, Ustiga chiqsa sotamiz. 6 ni usti bo'lsa sotamiz deyaptilar. Qo'ylar nech puldan akalar? Qanchadan? 7,5 dan. 4 tish, 6 tish qo'ylarmi deyman-a? Shunaqa bormi? 7,5 million so'mdan 4 tish, 6 tish qo'ylar. Savdo qilishmadimi? Qancha? 6,5 dan. 6,5 million so'mdan savdosi bo'ldi. Qo'zi qo'chqorlar kimdan ekan? Nech puldan narxlari? 3 million 800 ming so'mdan tanlab olishga ekan. Mana kelib. Jonga mashina ham sifatli zo'r ekan. Mashina sifati zo'r. 3 million 800 ming so'mdan tanlab olishga. Sifatlari ichida bor ekan. Sifati yaxshilari bor ekan. Qadaga qoch qani. O'zi haftaga uchun qochini. Yana to'ringda turibdi, qarab turibdi. Ha, o'shani olib kel. Batga bat yurasanmi? Berasanmi Mana yo'q? o'ng qo'lingda ham uni qoch turibdi, olib kel. 100 ming so'm farq bor. 50 mingdan farq bor. Nech pul ekan mana shu urg'ochilar? 3,5 kam. 3,5 kami bor. Urg'ochi. Savdo qilyapsizmi odam? Ko'ramiz. 3,5 sinmasin. Qo'chqori qoldi. 3 million qoldi. 3 milliondan pastiga berasizmi shuni? Urg'ochisi ham bor ekan. Qancha biz sotamiz aka buni? Urg'ochisi. Bunisini 32 ga sotamiz. Ikkitamidi o'zi urg'ochisi? 3ta 4ta 3 million 800 ming so'mdan tanlab olishga ekan akalar. Qo'zi qo'chqorlar. Sifatlari yaxshi ekan. Nechtasini savdo qilyapsizlar aka? Salom. Charchamoqsizlar? Nech puldan qildingiz? 36,5 dan. Sifatlari yaxshi ekan lekin. 36 million 500 dan nechtasini dedilar? 4tasini. Savdosi bo'tgan ekan. Nomer qo'yib yuboramizmi? 94lik 665 665 388 3388. Manzil qayerda? Yangi tashmi atipi degan. 300 ta bor ekan yana. Urg'ochilar ham bormi aka? Faqat berdingmi? 30 ta urg'ochi, 300 ta qo'zi qo'chqor bor ekan mana. Akalar sifatlari yomon emas ekan lekin. Yaxshilari bor ekan ichida. Tanlab olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. 4tasini 3 million 650 dan bermay turibdilar mana. Bu yerda hozir savdosi bo'lyapti. Yiltir boshlaridan mana akalar. Bay ochgan. Yaltiraganlar. Qo'ylar nech puldan aka? Ya siz tushmayapsiz, narxini aytib yuboring. 7,5 dan ona bolalar. Nechinchi qoringa tuqqan bular? Bolalari qaysi? 4 tami shunda? O egizanichi. Erkek bo'ladi. Bittaniga mana bo'lami? Bu yakka o'zimi? Bu o'zim. Yakka o'zi. Nech pul buni o'zi? 5,5 ikkitasi. 5,5 dan. 5,5 dan. 5,5 dan ekan. Mana bu. Savdo qilishmadimi?
Hali savdosi bo'lmabdi. Qo'zilar nechi puldan aka? 8 so'rov. Jupiga 8, urg'ochimi ikkalasi ham? Ikkalasi ham urg'och ekan. Jupiga 8 million so'rayotgan ekanlar. Savdo qilishdimi aka? Yo'q. Hali savdosi bo'lmabdi. Bundan so'rayman. Menda ham bor-da, shundan so'ra. Sizdanmi? Bu qo'zilar nechi puldan to'y bola? 2,5. 2,5 dan. Erkak urg'ochi? Ishlar qo'chqor bittasi bor. Bitta urg'ochi 3 ta qo'chqor, ha? 2,5 million so'mdan ekan. Bular nechi puldan? 3 dan. Voy do'stim. 3 milliondan nechta erkak, nechta urg'och? 2 erkak va 2 ta urg'och. 2 ta erkak, 2 ta urg'och. 3 million so'mdan so'rayotgan ekan. Bozor savdo qilishyaptimi? 2,5 dan. 22 dan qildi. 2,5 dan 10 million bo'pti. Bular 2 milliondan bo'pti. Qo'zilar nechi puldan aka? 27 dan. 2 million 700 dan. Erkak urg'ochi? Bitta erkak, bitta urg'ochi 2 million 700 dan so'rayaptilar. Siz nechi puldan so'rayapsiz? Siz tushmayapsiz. Qo'zilar tushyapti, odam. Nechi puldan narxi? 26 dan. Nechta erkak, nechta urg'ochi bo'pti? Hammasi erkak 2 million 600 dan ekan. Dodam siz nechi puldan so'rayapsiz? 3,5 dan. Nechta erkak, nechta urg'ochi? 3,5 million so'mdan 5 ta erkak, 2 ta urg'och, ha? 3 ta urg'och ekan. Savdo qilishdimi? 3 milliondan. Savdosi 3 milliondan bo'pti. Dodam bu qo'zilar nechi puldan? 5 milliondan kam. Erkakmi ikkalasi ham? 5 milliondan kami bor ekan. Jag'ishib qo'yganmi buni? Yo'q, 5 milliondan kami bor ekan. Bularni yunini aytmasa, bu yerga ancha ko'rsatganlarim ancha yaxshiroq bo'ladi. Qo'chqor nechi pul aka? 8 million so'm kami bor ekan. Savdo qilishdimi? 6,5. 6,5 million so'm savdosi bo'ldi. Aka qo'ylar nechi puldan? Mana shu qo'yimiz. 12 million. 7. Bolasi bormi? Yakka o'zi ekan 7 million. Mashinamiz nechi pul? 8 milliondan. 8 million so'rayotgan ekanlar mana shu qo'yimizga. Qo'zilar nechi puldan? Alohida sotiladimi qo'zilar? 3,5 million ekan. Sog'liqcha. Sog'liq. Egzaymi bu? Bu ham egzay. Ona bola egzaylar nechi pulga ketdi? Savdo qilishdim. 10 million. 10 million so'm savdosi bo'pti. Birinchi bolalar ekan. Ikkalasi ham qo'chqorchalar ekan. Qo'ylarni ekan uzun-uzun. Aka qo'chqor nechi pul? 4,5 ming. Bunisichi? Bu ikkita jupiga 4 ming. Bu nima? Qanaqa zot bu aka? Kayla. Kayla. Biladiganlar bormi? Shunaqa zotni. Quloqlari boshqacha ekan. Dumbani qaranglar buni, dumbasi. Ajoyib ekan. Xudo xolasa bugungi narx-navo shulardan iborat bo'ldi. Akalar, ukalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Bir dona layklarni bosib, mehnat qadrlab turing. Inshaalloh shunga o'xshash videolar
davomiy bo'lish uchun. Joningiz sog' bo'lsin, boringlarga shukr.